Qizijoylar, menga maslahatinglar kerak. Men sizlarga har doim maslahatlar berardim. Endi sizlarning maslahatinglar menga kerak bo'lib qoldi. Sizlar bir oydan beri turmush o'rtog'im bilan kelisha olmay, urushib, talashib yurimiz. Bilmayman, otamni davlatini talashyapmizmi? Otamni davlati desam bo'lib beradigan narsasi ham yo'q. Qaynatamni davlatini talashay desam, qaynatamni ham bo'lib beradigan narsalari yo'q. Men xo'jayinim bilan nimaga kelisha olmay qoldik? Nimaga unaqa bo'lyapti? Hech narsaga tushunmayman. To'g'risini aytsam, bu safar men ham past ketgim kelmayapti. Xo'jayinim urushganlarda teppa-teng urushadigan bo'lib qoldim. Hamma ayollarga turmush o'rtog'ingizni hurmat qiling, xizmatini qiling, hurmatida bo'ling derkanman-ku, lekin men o'zim xo'jayinimga nisbatan qanaqadir negativ fikrda bo'lib yursam, xo'jayinim ham g'ururli bo'lib yuribdilar. Bugun shartta telefon qildim, dedi, dadajon esa bugun kontringiz bormi, yo'qmi dedi. Yo'q, bugun kontrim yo'q degandilar. Ishdan keyin uyga kelsangiz shiringina ovqat qilib qo'yaman desam, bo'ldi, boraman deb. O'zi ishdan keyin to'g'ri uyga keladilar, faqat ishdan chiqqandan keyin kontr bo'lib qoladigan bo'lsa, kontrga borardilar. Keyin erjonimga aytdim, yaxshiroq ovqat qilib qo'yvaman desam, voy xudoga shukr dedilar. Bunaqa arazlab yurishingda 1-2 oy ichida bir narsalar bo'lib ketardi dedilar. Chunki yuragimga g'ash qilib qo'ydilar. Xullas, bugun yaxshi ayol bo'lib, xo'jayinimni chiroyli kutib olib, chiroyli muomalada bo'lib, agar aybim bo'lsa qayerdadir uzrimni so'rab qo'ymoqchi. Bu bilan sizlarga men haqiqatda oilalarda bo'ladigan muammolarni aytdim. Ya'ni birovlarning chiroyli hayotiga havas qilib, o'zingizni hayotingizdan nolib qo'ymang degan maqsad. Xo'jayinimni chiroyli kutib olib, uzrimni so'rab qo'yganim yaxshimi yoki da g'ururli bo'lib, xo'jayinimni boshqa ayolga qo'sh qo'llab topshirib